Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşılayırıq. Saqçılar ata-anasının davasını qavatqan 15 nəfər Uyğurni yoqum səbəblik Anqara kirishdən to'sdi. Xitoyning ishki Mong'oliyadagi atalmış qo'sh til siyosati bo'lgan qarshilik kuchayməkdə. Ündidar Xitoyning tashviq qilish va nazorat qilish quroli bo'lib kelmoqda. Mulanni boyqut qilish chaqiriq o'tir qo'yildi. Erdo'g'an virus bilan yuqumlanuvchilar sonining eshib ketishidan andish qilayotganligini bildirdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda olsun. 6 sentyabr Türkiye turishliq 15 nəfər Uyğur cəza lagerlərə türmələr qamalğan ata-ana urug' tuqqanlarının avazını anglatish uchun səfərə chiqqanda Türk saqchilari ularni Anqaraga 35 kilometr qolgan joyda to'sib Anqaraga kirgil qo'ymagan. Xitoyning turma va jazo lagerlarida yetayotgan ota-onasi va urug' tuqqanlarning davosini qilayotganlarga yetakchilik qilayotgan Javlon apandining bildirishicha, Anqarada 8 sentyabrda o'tkazmoqchi bo'lgan muxbirlarni kutilish yig'ini qatnashish uchun o'zlarining Anqaraning kirish eg'iziga kelganda saqchi tarafidan to'sib olinganligini bayon qildi. Olimjon Turdi apandi 3 hafta burun putusunib ketganligini, Xitoyning da'voga ketayotganda Anqaraning kirish eg'izida bunday muomala uchirganligidan qattiq o'kinganligini bayon qildi. Orqadan naq maydonga borgan Uyg'ur o'quvchilarining advokati, Hacı Bayram Universiteti Qonun fakültetinin professori doktor İlyas Doğan apandi Anqara saqchi idorasi xodimlarining Anqara viloyatlik valiy mahkamasining boshlig'i, muavin boshlig'i va Anqara saqchi idorasi boshlig'i qatorliqlar imzo qo'yib tasdiqlagan xatni o'ziga berganligini so'zlab, saqchilarga o'zining bu Uyg'urlarning advokati deb tanishtirganligini, ularning qonuniy haq va huquqini qo'llash uchun kelganligini bildirib, nimishq Anqaraga kirgizilmaydiganligini so'raganda Turk saqchilari bu da'vogarlarning koronavirus uchun elingan tadbirlar sababidan Anqaraning sirtidan kelgan odamlarning Anqaraga kelib faoliyatga qatnashishga yo'l qo'yilmaydiganligini so'zlagan. Yaqında Xitoyning Xitoycha o'qitishni kuchaytirishidagi yangi qo'sh tillik ma'rif siyosati ishki Mong'oliyadagi Mo'ng'ol xalqining kuchli qarshiligini va noroziligini qo'zg'adi. Sharq Turkiston va Tibetga solishtirganda Xitoy ishki Mong'oliya inoq milliy munosabati bilan maqtanib kelgan. Ammo bu qatam Mo'ng'ol xalqi qo'sh til ma'rifiga qarshi ko'chaga chiqib namoyish qilish, o'quvchilar maktabga berishni rad qilish, ijtimoiy taratqularda norozilikni bildirish qatorli usullar bilan Xitoy hukumatiga birdek qarshi turdi. Mo'ng'ol tilini saqlab qolish namoyishi chegara halqib, Undidor, Facebook va Twitter qatorliq har xil ijtimoiy aloqa usullarini egalladi. Keng ko'lamlik namoyish va jamoatning norozilik fikri nurg'un kishilarning o'ylig'idan eshib ketdi. Xitoyning ishki Mo'ng'oldagi bir qism nahiya hukumatlari rasmiy hujjat tarqatib, namoyish qatnashgan hukumat amaldorlariga ma'muriy jazo berdiganligi, jamoat xavfsizlik idorasi mamlakat bo'yicha tuzilgan darsliklarni ishlatishga chetishlik qonunsiz va jinoiy qilmishlarga qonun orqali qattiq zarba berish to'g'risida hujjat tarqatib, Mo'ng'ol xalqiga tahdid solgan. Yangi siyosat talash tartish qo'zg'agandan keyin ishki Mong'oliyadagi yerlik hukumatlar e'lon qilgan uqtirishda Xitoy xalqining etnik engini mustahkamlash kerakligini ta'kidlab, milliy bir gavdalishni kuchaytirish uchun ilgirki talash tartishdagi siyosat tavsiyalarini takrorlagan. Ishki Mong'oliyadagi atalmış qo'sh til ma'rifi yangi siyosatining talash tartishi ijtimoiy taratqulardagi jamoat fikrida Mo'ng'ol xalqining noroziligi va e'tiroz bildirish ifodalangan. Shundaqla boshqa millatlarning yangi siyosatni qo'llaydigan jamoat fikrimi bo'lgan. Hatto Mo'ng'ollar Xitoyning siyosatidan rozi bo'lmasa, zamindan ayrilalaydiganligini so'zlaganlarmi bo'lgan. Buningdan shuni ko'rib olgan bo'ldiki, Xitoy hokimiyatining shakli o'zgargan mustabid tuzumi kishilarni yurtlarini tashlashga majburlamoqda. Surgundagi ishki Mo'ng'ol faoliyatchisi Timoklito, ishki Mong'oliyada Mo'ng'ol tilining mavjud bo'lib turishining duch kelgan yangi krizisining Mo'ng'ol xalqiga kelgan bir musibat ekanligini, Xitoy hukumatining ostirdan Sharq Turkiston va Tibetga qo'llangan har xil bostirish, yo'qotish tuzumini ishki Mo'ng'olda boshlaganligidan qattiq qayg'urganligini bildirdi. New York vaqti gazeti dushanba kuni uzun doklad e'lon qilib, hammali joyda Undidorning orqasida Xitoyning kuzatish va tashviqot qurollarining borligini oshkorladi. Mazkur dokladda Xitoyda turishliq ko'p sonli kishilarga nisbatan Undidor bir qo'llanishchan programma bo'lib, o'zaro fikr almashtirish, paranglashish, aloqalashish, pul to'lash, suratlarni yo'llash, ijtimoiy faoliyat va xabarlashish vositasi. Shundaqla millionlagan diasporaga nisbatan u bir muhim aloqa ko'riki bo'lib, yurtlardagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yaronlar bilan ko'rishadigan, ahvollashadigan qulaylik. Ammo bularning hammasi orqali Xitoyning misli ko'rilmagan kuchlik nazorat qilish va tashviqoti bo'ldi. Undidorning umumlashiga ergishib, u kuchlik ijtimoiy kontrol quroliga Xitoy doiralarining xalq ommasining nimalarni deganligini, kimga deydiganligini va nimalarni ko'rdiganligini yetaklash va nazorat qilish asbobiga aylangan. Dokladda yana Undidor hatto Xitoy ta'sirining chet ellarga kengishiga yordam bergan. Maxfiy saqchilar odatda Undidor orqali chet ellardagilarga qo'rqoq tahdid soladi. Sot hujjatida ko'rsatilishicha, Amerikada maxfiy xizmat bilan shug'ullanadigan harbiy tadqiqotchilar Xitoy elchixonasi bilan aloqa qilishga to'g'ri kelganda Undidorni qo'llangan
Chet elda o'qigan partiya a'zolari Ündidar orqali moslashadi ekan. Ündidar Xitoyning davlat nazoratchiligining qo'li bo'lishi bilan Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid deb qaralgan. Trump hukumati Ündidar va Xitoyning qisqasini Italiya TikTok'ini bevosita cheklashni o'tirib qo'ygan. Oqsaroy Ündidarning nazorat qilish va tashviq qilish qarori ekanligini bildirgan. 200 milyon Amerika dollar sarf qilib ishlangan Disney naq maydon harakatlik filmi Mulan Hong Kong, Tayvan va Taylandlik faoliyatchilar tarafidan boykot qilindi. Chunki filmdagi ikki asosiy personaj Hong Kong soqchilarini qo'llaydiganligini oshkor ifodaladi. Mulan nomli bu filmda Xitoyning janub va shimol suloli davrida avarlar Xitoyning o'tir tuzangdagi hujum qilgan mazgildagi bir rivoyat tasvirlangan. Uningda Hua Mulan ismli bir Xitoy qizining aranch yasinib, dadasining o'rniga shimoldan kelgan ko'chman xalqqa qarshi urushga atlanganligi Xitoylarning vatanparvarligining isboti qilingan. Mazkur filmda film ishtirokchilar Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston, ya'ni Xitoylar atvagan Xinjiang partikumiga, tashviqot bo'limiga, shundaqla Turpan viloyatlik soqchi idorasiga film ishlashga qulaylik sharoit yaratib berganligi uchun alohida rahmat aytgan. Orqadilla Hua Mulanning rolini olgan Xitoy artisti Liu Weifi Hong Kongdagi demokratiya namoyishini zo'rliq vositalari orqali bostirgan Hong Kong soqchilarini qo'llaydiganligini bildirgan. Uning bilan Hua Mulanni boykot qilish nomidagi Facebook chaqiriq qilgan nurg'un kishilar ovoz qo'shgan. Türkiye Cumhurbaşkanı Reisi Recep Tayyip Erdoğan Xitoy virus sababidan vafot bo'lg'uvchilar va yuqumlanuvchilar sonining eshib ketishidan qattiq andish qilayotganligini bildirdi. Erdoğan Ministerlar Kengashi yig'inidan keyin e'lon qilgan bayonotida mavsumlik kasalliklar boshlanishidan burun Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar sonini 100 dan tuvan, vafot bo'lg'uvchilar sonini imkoniyatning boricha nolga tushirish lozimligini eskartish bilan Xitoy virusiga qarshi kurash tadbirlari doirasida ommaviy qatnashish vositalariga o'rindiqning sirtida odam elinishiga yo'l qo'yilmaydiganligini, choyxona va restoranlarning tadbirlarga uyg'un yoki uyg'un bo'lmaganlik jihatdan texmi ko'p tekshirilganligini ta'kidlab, mavjud ahvolni qabul qilish mumkin emas. Yuqumlanuvchilar sonining eshib ketishidan qattiq andish qilyapmiz. Texmi yaxshi bir chora topilganga qadar kundalik hayotimizni tozalik, maska va musofa tadbirlariga asosan qaytadan tartib solishimiz kerak dedi. İşlep chiqarishning to'xtab qolmaslik uchun barliq zarur tadbirlarni qo'llanayotganliklarini eskartgan Erdo'g'an, Turkiyaning bu yilning 2-chorakida texmi yaxshi ahvolda ekanligini, barliq ma'lumotlarning 3-chorakda texmi kuchli holda qaytadan qaddan ruslaydiganligiga ishorat qiladiganligini ta'kidladi. Hamda yuqum mazgilida o'quv-o'qitish ishlarining ham yuztirona hamda yiroqdan ishga oshirildiganligini, o'quv-o'qitish ishlarining ota-onalarning tanlashiga asosan yasli va boshlang'ich maktab 1-yillik o'quvchilardan boshlanadiganligini qayd qildi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.